Qalbni isloh qilish. Abdori Muhammad Yusuf. Qalbning sog'lomligi nihoyat muhim bo'lib, uning har qanday bir ma'naviy kasallik va barcha yetalsizliklardan saq bo'lishi insonlikning, jumladan musulmonlikning talablaridan biridir. Xuddi temir datlashgandek qalbmi datlashidi. Xuddi buzilgan go'shtni mikrob qaplagandek, buzilgan qalbni mikroblar qaplaydi. İnsanның qalbi tuzilsa, onun başqa organlarının işləri tuziladi. Onun qalbi buzulsa, onun barcha işləri buzuldu. Qalb qo'mondan, başqa organlar askardir. Payg'ambar alayhissalomning unutmanglarki, tanda bir parcha go'sht bor bo'lib, u tuzalsa, jimi badan tuzildi, navod u buzilsa, jimi badan buzildi. U bo'lsa-mu qalbdir degan hadisi buni ifodalaydi. İmanның takamulluğu qalbning sağlam bo'lishiga foydalidir. Payg'ambar alayhissalom Anas raziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda bandining qalbi tuzalmagicha uning iymoni to'liqlanmaydi, uning tili tuzalmagicha uning qalbi tuzalmaydi deb ko'rsatgan. Qiyomat kunida asqatadiganimi sog'lom qalbdir. Allah Taala İbrahim alayhissalomning qissasi bayon qilingan oyatlarda sog'lom qalb ikki o'rinda zikr qilingan va İbrahim alayhissalomning xuddi jimi payg'ambarlarning peshvosi bo'lgandek sog'lom qalb bobidimi insoniyatga peshvo ekanligiga ishorat qilingan. Qalbning sog'lom bo'lishidan uning islom aqidasiga zid keladigan e'tiqod, fikr va iqimlardan xoli bo'lgandek kishilarga qarshi dushmanlik, ko'ralmaslik, o'chmanlik, ko'ngli torliq qatorliq ma'naviy kasalliklardan xoli bo'lishi va har kimga ko'ngli ko'ksi keng, abuchan, mard, kuyimchan bo'lishi ko'z tutildi. Qalbni isloh qilish ishi har qanday bir organni isloh qilishdan qiyin va mushaqqatli bo'lgan bir kurashdir. Chunki qalbni isloh qilish nafsning isyonkorligiga qarshi qattiq kurash qilib, uni yengish bilan amalga oshiradigan ish. Shunga nafsning shuhratga, mol-dunyoga va har qanday bir insoniy havasga bo'lgan hirismanligini yengolmaganlar nafsni isloh qilish jangida yengilgan bo'ladi. Nafsning isyonkorligini yengolmagan odam qalbni isloh qila olmaydi. Qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom Allah sizlarning taqdirqinlarga yoki mol dunyolaringlarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga va amalinglarga qaraydi degan. Buningdan ma'lumki, qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Yüzünü sopullab pak suyub, kiyimning eng eslini kiyib, o'ziga xushpuroqlarni chichib tashqi qiyofatni kishilarga chiroylik va pak qilib ko'rsatish uchun ko'p chiqim yoki ko'p tirishchanlik ketmaydi. Ammo qalbdagi o'chmanlik, ko'rilmaslik, dushmanlik, ichtorlik qatorliq illatlarni tavba istig'forning suvi bilan yuvib, nafsning isyonkorligini yengib, uni Alloh taologa pak-pokiz qilib ko'rsatish o'ng'ay ish emas. İchki dunyosini tuzab, uni islom axloqi bilan parlatishga hech ahamiyat bermasdan, faqat tashqi ko'rinishiga ahamiyat beradigan kiyinish, gap-so'z va yurish-turish qatorliq ishlarda biror ayib nuqson ko'rilib qilishdan yoki biror yo'lsizlik sababli insonlar o'ttirsida rasvo bo'lib qilishdan qattiq hazar qilib, o'zining tashqi ayiblarini yo'gashga shunchalik ahamiyat beradigan yoki qisqa biror ta'bir bilan aytganda Alloh taolo eng avval qaraydigan joyni chiroyli ko'rsatishga ahamiyat bermasdan, insonlar qaraydigan joylarni chiroyli, paqira qilib ko'rsatishga ahamiyat beradigan riyokorlardir. Zamonimizdagi musulmonlar Alloh taolo nazar silib turadigan qalbni uningga chiroyli va pokiz ko'rsatishga, insonlar qaraydigan tashqi a'zolarini chiroyli, esil va ko'rkam ko'rsatishga ahamiyat berganchilik ahamiyat beradigan bo'lsa edi, ahvol boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Qalb eng o'zgarishchan a'zodir. Miqdod ibn Aswad raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom odam bolasining qalbi xuddi qaynayotgan qozondimi bek o'zgarishchandir degan. Buningdan payg'ambar alayhissalomning hamisha ey qalblarni o'zgartib turg'uchi Alloh, mening qalbimni diningda mahkam qilgin deb duo qilishdagi hikmat o'ttirg'i chiqadi. Qalb so'zi arab tilida o'zgarish degan so'z yiltizdan chiqqan bo'lib, lug'atda bilan o'rib cho'rganni ifodalaydi.
Qalbni isloh qilish degan xuddi uyni supurgandek ko'ngildagi yomonliklarni, o'chlik adovatlarni va barcha yomon illatlarni bir qatimdala supurib tashlab qutuldigan o'ng'ay ish emas. Balki Alloh taolodan yordam so'rash bilan bir vaqtda nafsning isyonkorligi va shaytonning kuch ko'rsatishini bostirib qalbni hamisha o'z kontroli tutib, sagak, hushyor bo'lish, sirtdan kiradigan ma'naviy mikrob tomonlardan qalbni qo'g'dash orqali amalga oshadi. Qalbda bo'lgan ziddiyatlar. İnsan qalbi har xil ziddiyatlik sifatlarga ega bo'lib, ba'zilarning qalbi yumshoq kelsa, ba'zilarning tashdek qattiq keladi. Ba'zilarning sutdek oppoq kelsa, ba'zilarning qop-qora keladi. Qalbning yumshoqligi asri bo'lgandek, uning qattiqligi kufrining asridir. Shuningdek, qalbning oqligi yaxshi amalning izi bo'lgandek, uning qorligi gunoh masiyatning izidir. Şuna günah məsiyətlərini işkilənməsdən qılğan adamlarını kişilər qalbi qara adam deydi. Günah məsiyətinin qalbini qaraytıb edilganlığı və yaxşı əməllərinin qalbini yoritidganlığı haqqında kelgan sahih hədislər bunu gücləndirirdi. Birovning qalbidagi ziddiyatlar uning jannatga kirishni yoki do'zaxga kirishni belgilaydi. Bir mo'min ayolning bir mushukni non suv bermay bog'lab qo'yganlik sababli do'zaxi bo'lib ketganligi va yana bir buzuq ayolning ussizlikdan holsirab qolgan bir itqa ich ag'irtib, uni sug'urib qo'yganlik sababli jannatda bo'lib ketganligi buning misoli. Chunki qalbning qattiqligi uning buzilganligidan, qalbning yumshoqligi uning sog'lomligidan derak berdi. Qalbning sog'lomligi jannatning kapolatidir. Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan. Biz bir kuni payg'ambar alayhissalomning yonida o'tiribdik. U hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir odam keladi dedi. Rasululloh ansarlardan bir odam keldi. U tahorat ilibla kelganligidan uning saqilidan suv tomchilab turadi. Atsi payg'ambar alayhissalom yana shundoq dedi. Yana shu odam shu holatda hozir bo'ldi. 3-kuni mu shundoq bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom suhbatdan turib ketgandan keyin Abdullah ibn Umar hiliq odamning orqasidan mangdi va uningga: "Dadam bilan qaydishib qilib 3 kungacha uning yoniga kirmaslikka qasam qilgan edim. Shunga sen meni 3 kun qo'ndirgan bo'lsang" deb o'tindi. U odammi qabul qildi. Shundoq qilib ular ketdi. Keyin Abdullahning aytib berishicha, u hiliq odam bilan 3 kun birga turish jarayonida uningda sahar uyqusidan uyg'onib bomdod vaqtgacha Alloh taologa zikr va takbir aytishdan boshqa hech qanday ortiqchilik ko'rmagan. Faqat uning hamisha yaxshi so'z qilganligidan ta'sirlangan. Abdullah mundaq hikoya qilib bergan. 3 kun to'shqandan keyin men u odamning qilgan ibodatlarini oddiy sanab qoldim va u odamga: "Ey Allah'ның bendisi, men rastımni aytsam, men dadam bilan qiydishib qolgan emasman. Faqat Rasulullahdan sening jannat ahlidan ekanligingni arqa-arqa 3 kun anglab san qiziqib qolgandim. Shunga sening amallaringni o'rganib, sana agishay degan maqsadda sening uying kelgandim. Ammo qarsam, cho'ng bir ishlarni qilganingni ko'rmadim. Seni payg'ambar alayhissalomning ahli jannat deyishiga sazovor qilgan ishning zodi qaysi?" deb so'radim. Odam: "Mening amallarim faqat sen 3 kundan beri ko'rganing shu" deb javob berdi. Shuning bilan men uning yenidan qaytayotgandim. U meni chaqirdi va mundaq dedi: "Mening qilgan amallarim sen ko'rganlaringning o'zi, boshqasi yo'q. Faqat men musulmonlardan hech kimga yomonlik sig'inmayman. Allohning uning bergan yaxshiliklarga ko'z qizartmayman." Shu vaqt men uningga: "Ha, endi bildim. Seni bu darajaga yetkizgan va bizning qo'limizdan kelmaydigan ish bu ekanda" dedim.